Muhim xabar: Shahlo Zoirova pulga zor kunlari va turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmasligi sabab haqida gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Komik aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Shahlo Zoirova Milliy telekanalning Ayol qalbi ko'rsatuvida ishtirok etib, shaxsiy hayoti, ijodiy faoliyati va yoshligidagi qiyinchiliklar, sahnaga qadar bosib o'tgan yo'li va oilaviy baxt haqida gapirdi. Shahlo Zoirova Toshkent davlat axborot texnologiyalari universiteti qoshidagi akademik litseyni tamomlagan. Mutaxassisligi esa matematika va fizika bo'lgan, biroq do'stlari uning san'atga bo'lgan moyilligini ilg'ab bu yo'nalishni tanlashga undagan. O'sha vaqtda san'atga ota-onam ruxsat bermaydi deb qo'rqardim. Dadam huquqshunos, yurist bo'lishimni xohlagan. Shu sababli huquqshunoslikka topshirdim, biroq kira olmadim. Harbiy bojxona institutiga ham topshirdim. 4 ball yetmay qolganida hali bu joyga baribir kelaman deb yig'laganman. Hozir esa san'at sohasi orqali o'sha orzuyimga yetdim, deydi aktrisa. U fizika yo'nalishiga tavakkal qilib hujjat topshirgan va birinchi o'rin bilan grant asosida o'qishga qabul qilingan. O'sha vaqtdan boshlab omad unga kulib boqishni boshlagan, ammo bu yo'l oson kechmagan. Uyga qaytish uchun avtobusga pul topa olmasdim, yotoqxonada qolardim. Shahlo Zoirova katta farzand sifatida oilasiga moddiy yordam berishga majbur bo'lgan. U hatto avtobusga pul topa olmagani uchun talabalik yillarini yotoqxonada o'tkazgan. Yoshligimdan oilaviy qiyinchiliklarga ko'nikkanman. 9-sinfligimda onam menga shirin choyga non to'g'rab berardi. Men kichkina bola emasman-ku deb ayta olmasdim. Otam ham onam ham ishsiz qolganlarida o'qib, ishlab oilamni boqishga harakat qilganman, deya eslaydi aktrisa. U bozorlarda piroshki sotgan, farroshlik qilgan, ofitsiantkalikdan kasrlikka o'tgan. Bu jarayonlar esa uni kuchli, mehnatsevar ayolga aylantirgan. O'qib yurgan vaqtlarimda hadeb yotoqxonada turaveramanmi deb 3-4 ta qizlar bilan ijaraga turganman kvartirada. Bir kuni yotoqxona egasi uyiga yo'qolgan narsasini sen olgansan, sen o'g'irlagansan deb tuhmat qilgan. Shundan keyin uyga ketaman deb ko'chada yig'lab, uyqusirab uxlab qolganman, deydi aktrisa. Shahlo Zoirovaning turmushga chiqqaniga 12 yil bo'ldi. U turmush o'rtog'ining doimiy qo'llab-quvvatlovi sabab san'at sohasida o'z yo'lini topa oldi. Meni mashhur bo'lish orzuyim qo'llab-quvvatlagan inson turmush o'rtog'im. Sening orzularing ko'p ekani, lekin hammasi asta-sekin bo'ladi, degan. Menga prodyuserlik qilgan ham aynan u. Birinchi uchrashuvimizda qo'shiq aytib berganman. Rosa ko'p qobiliyatlaring bor ekan. Buni hammasini ko'rsatish kerak, degan turmush o'rtog'im, deydi ijodkor. U birga yashash, kellik vazifalari va sahna faoliyati qanday uyg'unlashtirayotgani haqida so'z yuritar ekan. Har bir oilada kelin qaynona o'rtasida kichik tushunmovchiliklar bo'lishi mumkinligini tan oladi. Ammo sabr va hurmat bu vazifalarni eng katta kalit, deydi u. Chunki yoshligida ota-onasi aktrisaga doim sabr qil, og'zingni yum, jim deb uqtirib kelgan. Qaynonamni birinchi marta ko'rganimda rosa o'zimga o'xshatganman. Bizni ko'rganlar ham menga rosa onangizga o'xshar ekansiz deganida, qaynonam bo'ladi deb aytardim, deydi aktrisa. Shahlo maktab davrida sinfdoshlarining kulgisi, moddiy yetishmovchilik, yo'lkiraga pul topolmay ko'chada uxlashga majbur bo'lgan kunlarini ham eslab o'tdi. U bozorda piroshki sotgan paytlarda mening shaxsiy biznesim deb ataydi. Boshqalarning oyoq kiyimini so'rab kiyganman, yolg'on gapirib jismoniy tarbiyaga kerak deb olganman. Aslida esa o'zimga oyoq kiyim yo'q edi. Mana shunday holatlarda ham hech kimga dardimni aytmaganman, deydi u. Bugungi Shahlo Zoirovaning yutuqlari aynan shu og'ir kunlarda egallangan sabr, mehnat va qat'iyat mas'ulidir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, xoh u mendan kuchli inson bo'lsin, xoh hali tanishmagan odamim bo'lsin, hattoki izohlar ostida haqorat qilsa ham, men hech qachon meniki to'g'ri deymayman. Aksincha, siz to'g'ri gapiryapsiz, rahmat. Bu joyda aybimni to'g'rilayman deb aytaman. Muhimi qalb pokligi, deydi u. Shahlo Zoirova jamoadan bekordan bekorga ketmaganini aytadi. U har bir ishi, roli, loyihasiga mehr bilan yondashgan. San'atdan pul topish, bu sohada o'z o'rnini topish oson emas. Qiyinchiliklar, tanbeh, aldov, qizg'anish, ishonchsizliklar juda ko'p ekan. Aynan san'at sohasida haddan ortiq ekan. Zoirova ko'z yoshlarini hech qachon omma oldida to'kmaydi. Turmush o'rtog'i unga men yo'q joyda hech qachon yig'lama deb aytadi. Men o'zimni bosib turaman, ichimda yig'layman, lekin bu dunyoda yig'lamaslikning iloji yo'q, deydi komik aktrisa. Sabr va shukr ikki kalitim bor. Men sabr qildim, ko'p qiynaldim, ammo hech kimdan alamzada emasman. Alloh sabrim uchun meni mukofotladi. Shuning uchun ikki kalitim bor, sabr va shukr, deydi Shahlo. Shuning uchun ikki kalitim bor, sabr va shukr, deydi Shahlo.
Ayollaringizni unutmang, har qanday holatda ham sabrli bo'ling, kuchli bo'ling. Eng muhimi o'zingizga ishoning. Maslahatni esa avvalo yuragingizdan eshiting. Qanday vaziyat bo'lmasin, tabassumni unutmang deya yurakdan maslahat berdi Shahlo Zoirova.